Va nihoyat Samarqand Oqdaryodagi tunikafon ishimizni ham bitkazdik. Biz bu yerda uy egasiniga yoqsan fasonda pianino qilib va mana bu ayvonchasini shaxmat va mana bu shapkalarini esa ustiga ham pianino qo'yib va har bir lentasiga tilla lentadan qo'yib berdik va chiroyli holatda qilib ishimizni nihoyasiga yetkazyapmiz. Qaranglar, ishimiz qanaqa chiroyli chiqqan. Mana bu joylardan ham ko'rsataman. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, bu ishimiz Samarqand Oqdaryoda bo'lyapti. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Endi faqat chiroyli joyini ko'rsatib, mana bu tomoni hozir yopiladi, orqa tomoni. Nargi tomonini ham yopishyapti bolalar. Bu ishimizni 15 kun oldin o'lchagan edik. Materialini 10 kun, 15 kunda tayyorladik va bir hafta davomida 4 ta ustamiz ishladi. Bir haftada bu ishimizni polniy ustanovka qildik. Ya'ni sizlar ham zakaz bersanglar, shuni aytib o'tib ketaman. Birinchi kelib o'lchaymiz, 10 kun, 15 kundan keyin materialni olib kelamiz. Ustanovka faqat ustanovka qilamiz. Bu yerda hech qanaqa narsa yasalmaydi. Shuning uchun ishingizda tez va chiroyli holatda bo'ladi. Ya'ni usta nimasi, abeti boshqasiga hech qachon o'ynalmaydi. Juda chiroyli holatda qilib bitkazib chiqatamiz. Mana bu ustamiz hozir mana bu tarafini yopyapti. Hozir endi mana bu joyda artadigan joylari bor, changlari bor, uni artib tozalab chiroyli holatda qilib topshiramiz. Bu yerda endi darvoza xonasiga keladigan bo'lsak, darvoza xonasiga ham hamma fason tushardi, lekin uy egasi shu fasonni tanladi, shu fasonni qo'ldan kelgancha qilib berdik. Qaranglar, o'rtaga bitta kosmos qo'yib berganmiz. Ko'cha tomoniga bir xil bo'lsin deb kichkinaroq pianino qilib, 4 ta burchagini ham bir xil holatda qilib, qo'ldan kelgancha chiqarib, qaranglar qanaqa tekis chiqqan. Shuni qilib topshirdik va har bir lentasini tagiga nimada lola guldan qo'yib berdik. O'rtaga esa 2 metrlik, mana bu taraf ham 2 metr, bu taraf ham 2 metrlik kosmos qo'yib berganmiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasizlar. Qo'limizdan kelgancha qilib berdik. Endi bu yerga nimaga bu fason tanladingiz? Bu fason boshqa-ku yoki eski-ku deyishingiz mumkin. Lekin xonadon egasiga biz bu joyga tushadigan 10 xil variant ko'rsatamiz. 3D, high tech, oq fason, alkafonni fason, diplomat fason, mana bu milliylikni berib turadigan kobra fason, pianino fason. Shuni uy egasi tanladilar va yoqtirdilar, shuni qildik. Nimaga endi bu joyga bu fasonni qildinglar desanglar, darvoza xonasidan tepasida joyi 35 sm joyi bor. Mana bu tarafdagi 40 sm, mana bu tarafda ham 40 sm. Siz uyingizga bunaqa fason qildirsangiz, bu kamida 25-30 sm pastga tushib ketadi, karnizlari bilan billa. Shuning uchun joyi kattaligi uchun shu fasonni qildik bu yerga. Ba'zi joylarga bu fason tushmaydi, ba'zi joylarga faqat shunaqa shaxmat tushadi xolos. Lekin bu yerga barcha tushishi mumkinligi uchun shuni uy egasiga taklif berdik, tanladi. Mana bu tomoniga esa bitta kosmos qo'yganmiz. Mana bu tomoniga esa 3 kamplik aynak qo'yib berdik. Endi xonadon egasiga bu yerga kosmos qo'ysa ham bo'lardi, lekin kosmosda bir dona narxi $200, lekin buni bir dona kampligiga 400 ming so'm turganligi uchun xonadonga egasiga shuni taklif berdik. Bu yerda ham mana 8 ta aynak qo'yib berganmiz. O'rtasiga bitta boshqa lustra ham qo'ysa bo'lardi, lekin lustra bu yerda yorita olmaydi. Shuning uchun 35 ming so'mga 24 vatli oddiy lampochka qo'yib qo'ydik. Lekin juda chiroyli holatda bo'ldi. Lekin bu lampochka elektromontajlari отдельный bo'ladi. U bizdan emas. Mana hozir ish so'ngida chiroyli qilib artib tozalab chiqyapmiz. Xudo xolasa sizlarni ham xonadoningizni ish so'ngida chiroyli qilib artib, juda chiroyli holatda qilib beramiz. Faqat bir yilda bir marta artib tursanglar bo'ldi. Bu yerda ham mana 4 ta burchagi bir xil bo'lib chiqqan. Qaranglar. Mana 4 ta burchagi bir xil chiqqan, o'rtada umuman kusog yo'q. To'g'ri tomonini kusogini burchakka chiqarib yuborganmiz. Mana bu tomonlarga ham 4 ta tomoni ham burchagi bir xil bo'lib bitgan. Lekin oynagi rombigimiz ham o'shanga mos bo'ldi. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Qaranglar. Mana changlarini erinmasdan artib chiqyapti Ibrohimjon qo'lidan kelgancha. Har bir uyingizda shunaqa qilib artib tozalab chiroyli holatda topshirib chiqatamiz. Erinmasdan, shashilmasdan qilamiz. Chunki ish sifatli chiqishi kerak. Ozgina pulga qildirmaganingizdan keyin. Mana bu tomonlarini ham, mana bu tomonlarini ham burchagini qo'ldan kelgancha bir xil qildik. Xonadon egasiga juda chiroyli holatda bitdi. Endi buni eng asosiy joyi narxiga keladigan bo'lsak, buni 1 kvadratini 150 ming so'mdan qildik. Общий oynaga kosmosi, reyka puli, lesa, yo'l kiralari, lesalari hammasi ichida xonadon egasiga 57 million so'mga bu tunikafon tushdi.
lekin qo'limizdan kelgancha juda chiroyli holatda qilib berdik. Qaranglar, hamma rasvot ichida. Uyda egasi faqat yotoq joy, yemoq ichmoq qilib berdi xolos. Boshqa hech narsa qilib bergani yo'q. O'zimiz olib keldik, o'zimiz o'rnatdik, o'zimiz mana topshirib chiqib ketyapmiz. Uyda egasi hech narsaga yugurgani yo'q. Uyda egasi faqat lampochka olib kelib berdi, kabel olib kelib berdi. Biz uni ham o'zimiz tortib tushirib berib ketdik. 57 million so'mga xonadon egasiga bitkizdik. Juda chiroyli holatda mana ishimizni yetkazyapmiz. Bugun mana 11-oktyabr kuni bitdi. Bu ishimizni 4-oktyabr kuni boshlagandik. Adashmasam. Xizmatlarimiz West O'zbekiston bo'ylab. Pastdagi raqamlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Samarqand, Buxoro, Vodiy, Andijon, Farg'ona, To'raqo'rg'on, Namangan, Chortoq qayer bo'lishidan qat'iy nazar borib qilib beraveramiz. Faqat 200 kvadrat, 150 kvadrat, 200 kvadratdan oshiqroq bo'lsa, vodiy bo'ylab esa 100-150 kvadratga ham borib qilaveramiz. Faqat Samarqand, Buxoro yoki boshqa joylar bo'lsa, kvadrat ko'proq bo'lsa qilib beramiz. Bu yerda ham kvadrati 300 dan oshiq, shuning uchun kelib qilib berdik. Yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasizlar. Tunikafon xizmatimiz West O'zbekiston bo'ylab davom etadi.